Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli bizning kuzatuvchilar. Biza bugun 100 ko'rsatuvining 5-sonini tasvir olish uchun xudo xolasa yetib keldik. Bugungi mehmonimiz Ikromboy O'rinboyev bo'ladi do'stlar. Yanına varayımı, köylüğü alayımı, koynuma salayımı, belinden tartıp uyey uyey billerinden, uyey uyey ah ötüründen. Sevemem sevemem üçün seni sevmeyin ahır, aşkından ut bulup yanıp yanıp güneyin ahır. Sevemem sevemem üçün seni sevmeyin ahır. Ne desen diver, inanasım yok, gene kaytadan aldanasım yok. Terk et, hayatım terk et, hayalım terk et, yüreğim terk et, terk et. Ikromboy O'rinboyevning uyi do'stlar Hazarasubda paxta zavodining yonida shu domda bo'ladi. Xudo xolasa hozir tashqaridan adresini ko'rsatib o'tamiz. Deshonda yo'l ustidan. Xudo xolasa Ikromboy O'rinboyevning suhbatlarini olamiz, jonli ijroda qo'shiqlarini eshitamiz. Xudo xolasa savollarni beramiz dumyomonni. Xudo xolasa kuzatishda davom etasizlar, like'larni bosasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qolishni unutmanglar do'stlar. Esa yetdik. Bunçeler güzel, sen güzel, güzel bunçeler. Neyse do'stlar, yo'llardan, adreslardan polni ko'rsatib berdik. Xudo xolasa endi Hofiz o'zining telefonimiz. Uyda bo'lsalar hozir kirib guringlashamiz. Pasa chaqiramiz do'stlar Hofiz o'zini doğru. Alo. Alo, Hofiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Omon alaykum. sog'ina, sog'liqlasizmi? Rahmat. Yaxshiman, chaqdim. Allohga shukr. Siz yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yaxshi. Yo'q, keldingmi? Keldik-ku biz, pasa tushaverasizmi? Bo'ldi, yaxshiman. Bo'ldi. Do'stlar, hozir Hofiz pasa tushadi. Sizlar bilan ko'rib gaplashamiz. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Chiqdilar-ku. Kelaramiz aslan. Assalomu alaykum, Hofiz. Yaxshimisiz? Sog'liqlasizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Telefonimda qilaveramiz endi. Bo'ldi, gap yo'q. Oydinmisiz? Bezovta qilmadingmi? Yaxshi, rahmat. Ajoyib, xudoga shukr. O'zingiz odingizmi? Rahmat. Qading Konsertga keldingizmi? bormadingizmi? Ey, zakonni. Ajoyib. Geldik esa. Omon sog' keldingizmi? Ko'rsatuvimizga chiqib biz. Ha, 100% ko'rsatuvmadi? Xudo xolasa. Shoh Pro Biz so'rashib. kanalına avvalambor assalomu alaykum muxlislar. Quyoshina bilan tushib turibdi. Qo'limda. Hammaga salomimizni yo'llab qolamiz. Ukam kanalni omad tilayman. Shu like'larni bosib, yozib turasizlar. Omad tilaymiz. Havo poddeshkada bo'lib turasizlar. Inshaalloh. Xudo xolasa uchiq boraveradi shunda kanallar. Xudo xolasa. Bugun xudo xolasa 100% ko'rsatuvda yana yuzlashamiz deydi. 100 ko'rsatuvda yuzlashamiz, xudo xolasa. Yuring, Xudo xolasa. Sen boshlang. Endi hali bu yerda remont ham ketib turibdi. O'zi eng boshda men ko'chirdim. Eng birinchi olib tasam. Keldi o'xshaydi bu yerga. Avo. Yana bir ham hali remont bo'lib turibdi. Birinchi etajdan. Bedam avo, bedam jatib o'tdilar. Yana jo'ralarni ishlab bitdi. Armonlar, salom. Armonlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Remont ketib yotdi. Dima jo'ramiz ishlab bitdi bu yerda jamoasi bilan. Mana ham ishlarni omad tilaymiz. Zo'r chiqadi. Ajoyib. Esa, gelaman men ikkinchi etajdan. Ikkinchi etajda chiqamiz esasida. Endi von appa chaqadim, bera nataverin deb aytdilar. Toza joyda ish beramiz. Alloh xudo xolasa. Cho'tga aytib, xudo xolasa. Qani gel. Etajda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulbay bayramimiz. Maşallah. Gel. Ajoyib zakurni. Esa aziz do'stlar, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Xudo xolasa bugun Ikromboy O'rinboyev bilan 100 gaplashamiz do'stlar. Siz xush kelibsiz, Hofiz. Rahmat. Sizlar xush kelibsizlar. Ko'rsatuvda siz xush kelibsiz. Omon sog' keldingizlarmi?
Rahmat, Xudoga shukr. Oydinmisiz? Rahmat. Kayfiyatlanch. Ajoyib. O'zingiz oydinmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Shunday bir yuzma-yuzdan ko'rsatuv tashkillashtirdik. Bu san'atkorlar bilan bir Bo'lmasa. o'z kasbini ustalari bilan shu yuzma-yuz o'tirib gaplashib, kasbning nechik mashaqqatlari bor, nechik sir-sinoqlari bor, shularni so'rab bir xalqqa yetkazamiz degan maqsadda. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz xorazmliklar. Sog'lik, salomatlik tilaymiz hammaga. Xush kelibsan uka. Rahmat. Endi mendan kichkinasan ko'rishga kerak. Ko'rsatuvimizni boshimiz bo'lsa, kamera bir o'zingizni bir donishtirib o'tsangiz, nerada bo'lgansiz, litsenziyalar bo'lgansiz. Shundan boshlaymiz. Men yana o'zi yilatish yomon ko'radim, yaxshi aytaman. Sentrda tug'ilganman. Bizamiz Qazaris sentrda, shu Deshankalada bizak, Deshankaladami? Deshankalada. Ha, shu qalani yanında tug'ilganmiz. Sentrda yashayapmiz. 94-yilman. 94-yil. Maktab Pushkinda o'qidik. Pushkin maktabi o'zida sentrda. Yaqin bir adam. Ha, bir adam shunday. Ajoyib. Endi Uyim ham shuda hozir, bu yerda Chitlib ko'pir deydilar. oldingi joyim. Havo. O'ziz kerak. Havo tug'ilib o'sganim shuda. Shunday desak. Chitlib ko'pir yanında desa hamma biladi. Endi hozir san'atga qiziqish qachon boshlanadi sizda? San'atga shu san'atga kelib kelish nasi? san'atga qiziqishim shu angim bilari bari. Odamzod angini bilib boshlaydi-ku. Angini bilayli bari shu san'atga qiziqdim. Endi undan elde muzika maktabine barmadim. Lekin şu özümle mesela ya Kamilzadan yazıp işte dedim, Maytapon'da işte Kamilzadan yazıp. Yoshlikdan qiziqish. Havo, yosh. Tug'ma talant kerak, Ha, tug'ma endi iste'dodmi? Allah'ım bergende şükür eteme, bergende ne desem ekan. Şu yoshlikdan o'zi qo'shiq aytib, yani aytib nera bo'ladi-ku. Tağaralar, nera bo'ladi, shularga ters döndürüp, doira etib chalib. Biz ham shunday qiziqib uyda deb Havo, o'sha chalib, mana shu bilan ko'p Kamilzadan yazıp zapislarni ko'p eshitdim Maytaponda. Eshitib, yodlab, ularni aytib, ana keyin o'zimni endi o'zimni apam bir-ikki to'ylarda seyarinda yoshimiz ketayib boshlagandan keyin to'ylarda ashula aytib ko'rasan, u deb aytib ko'rdilar. Ashula aytamiz, bir-ikki to'yda ashula aytib, keyin muzika maktabi berdilar. Bu aytadi ekan. To'ylarda aytib Havo, to'ylarda aytib sinak ko'rdilar. Kichik bo'ladi undan, Sinak ko'rdilardan keyin muzika maktabi olib bordilar. Bu yerda bir ko'na muzika maktabi bor edi. Ko'na muzika maktabi. Havo. Tivakka. Havo. Ishida, ibida. Shuni olib borib, ana muzika maktabi berdilar, bu yerda o'qidi. Bu yerda 5 yil o'qidim. Undan keyin ana maktab bitirgandan keyin Xaratga kirdim. Qarat, kollej axing. Havo, kollej. Havo, kollej. Institutda o'qidingizmi san'at bo'yicha? Institutda hozir o'qiyman, 4-kursman. Ha, o'sha hozir ham institutda o'qiysiz. Havo, Nukusda O'zbekiston Madaniyat institutida Nukus filialida o'qiyman, 4-kursman. Do'stlar, Ikromboy O'rinboyev hozirda o'z o'qish faoliyatini davom ettirib o'tdilar. 4-kurs oxirgi yil endi. Havo, yo'q, 5-bir kurs bor. Ha, yana 1 yil xudo xolasa. Xudo xolasa. Ekanlar. Ikromboy, endi esingizda qolgan ilk bor sahnaga chiqqan vaqtingizni eslab bilasizmi? Sahnaga chiqqan vaqt. Sahnaga chiqib bir qo'shiq aytgan vaqtingizni eslab bir nechiknalar bor emotsiyalar, hayajonlar. Endi hozir u emotsiya, hayajonlar hozir kallamda yo'q-kudan birinchi chiqqan vaqtim bor lekin uchun. O'zimiz endi yotib to'yinda shular aytib bilmaysan, o'zimiz qarindoshlar to'yinda beradilar. Navbat. Birinchisi shu nerdan boshlanadi o'zi qarindosh. Havo, qarindosh tug'ilgan kundan boshlaydi. Qarindoshlar shu bir og'amizni to'yinda, iyiradi ish qilib, og'amiz to'yinda chiqib 2 ashula aytganman. Shundan keyin o'zi boshlangan. Necha yosh bo'lgan shu vaqtlaringda? Ey, Birinchi shu sahnaga chiqqan vaqtingiz. sahnaga chiqqan Taxminan vaqt. beraman. 10 yoshmadim, 12 yoshman, 10 yoshman, shunday vaqtda. Kichkina vaqt ekan. Havo.
Kichkinadim ish qilib. Shundan nechanchi klasslarda o'qiyapti? 3-chi, 4-chi klassda o'qib Hava, ish qilibdim kichkinadim vaqtida. Kichkina vaqtida. O'sha 12 yoshimda, 10 mi 12 yoshim ish qilib o'shanda vaqtimda. Hozirgi qo'shiqlaringizning arasida o'zingizni eng sevib aytadigan qo'shiqlaringizdan qaysisi? Eng zo'r o'zingiz yoqib aytadigan. Ijro Endi qiladigan. hammasi yoqadi. Ya baribir yedinisi bo'ladi-ku, bir donasi. Endi men yana ikki qo'shiqni aytazim keladi. Yani medlen kechilan bayon sen sevsang-da, sevmasang shu bor. Keyin terkat aytazim keladi. Terkat. O'zim men ko'p terkatingizni eshitaman edi. Ishxonada ishlagan vaqtimda sachalib terkat qo'yib berib. Endi ko'p muxlislarimiz ham shundan donasa kerak deb o'ylayman men terkatdan. Siz donatgan qo'shiq ham shu bo'ldi deb o'ylayman. U shu bilan keyin yangi sen bir yana men bir yana Xazaris bilan bir yana degan qo'shiqim bor edi-ku. Shu bilan ya yod taqalari kiyib yodda qolib ketganman deb o'ylayman. Atizlarda. Bu qo'shiqni biz Bunyodbek Saidovning ijrosidan eshitganmiz-da. Xazaris bilan Gulan bilan qo'shiqi. Buni asosiy birinchi kim aytgan buni? Yaralish nasib ish bo'lgan. Endi buni to'g'risini aytishni istamayman uni. Birinchi men olganman deb o'ylayman bu qo'shiqni. To'g'ri. Birinchi xalqqa siz taqdim etdingiz. Hava, u qo'shiq efirga ketmasdan men 6 oy burun efirga berganman o'sha. To'g'ri. Endi kimdir Xudo biladi uni. Endi kerakmidi bu gap? Mana Xudoga Hava. do'stlar. Allohdan. Lekin men u qo'shiqni sotib olganman lekin. To'g'ri. Haqiqiy avtorist sizda shunda. Hava avtorist menda. Hava. To'g'ri. Sizga odatda ilhom nereden keladi? Bir novlardan ilhomlanasiz, novlardan bir motivatsiya olasiz. Men ko'p ijodkorlarni eshitaman. Hozir ham dinimman, masalan, eshitib turaman ko'p ijodkorlarni. Eshitish kerak. Eshitaman. O'sha bo'sh vaqt qolib ketgan vaqtlarim kimdan desam ko'p kuzataman men Instagram, hozirdan ko'p kuzataman Instagramni. Shu o'zimni motivatsiya oladigan shu Instagramda ko'radigan xonanda yigitlar bor, masalan, usta san'atkorlar bor. Shularni ko'rib, shulardan usta masalan san'atkorlardan. Hava, usta san'atkorlar bor. Keyin o'zim bilan teng bolalar ham bor. Shular ham qiziqib, men chekilib o'tiraman, qiziqib o'tiramandan har kimdan bir ver chiqib qoladi. Kerak bo'lsa, bizlardan ham izimizdan yo'tirgan boladan ham masalan bir ideya chiqib qoladi masalan. Bizlardan katta hammasidan yenglab olish yaxshi ko'raman. Chunki ko'p odamdan men o'zim massasida ishlar chiqaraman. Ishlar chiqardimmi? Ko'p odamdan so'rayman. O'zim jo'ralarimdan havo qilish kerak, masalasiz ish bo'lmaydi baribir. Undan ko'rish kerak, bundan ko'rish kerak, uni kamchiligini, buni kamchiligini ko'rib, bu qilgan xatolar qilmaslikka harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bu o'tdiligimdan bir zaman chiqib qo'yaman. Endi biroz konsert haqida suhbatlashsak, ne deysiz? Konsert haqida bo'ladi, bemalol. Konsert Xazarasda ilk bor qo'yishingiz o'xshagan adashmasam. Yo'q, ikkinchi marta. Xazaras avval folklor teatri bor edi-ku, teatrda bir qo'ygandim. Bu yerda ham odam sig'ma. Odam. Deyshonda bir 80 mi 90 odam qolib ketgan. Shunchalik olgan, Havo. Xazaras folklor ne demedi? Palon bo'yinda, ya'ni o'ng qo'l tarafda-ku. Hozir madaniyat etib qo'ydilar uni, madaniyat markazi yashaydi. Niyat qo'ydilar. Shu yerda berganman. Konsert qo'yish ideyasi nereden paydo bo'ldi? Birinchi iyun neda? Bu ideya men yaqinda bilsang xabaring bormi? Turkiyaga gittim men. Turkiyaga borib keldim. Turkiyaga borib keldim. Turkiyaga ketgan vaqtimda samolyotda keldi u. Samolyotda o'tirgayda keldi. Samolyotda o'tirgayda minib uchdi samolyot. Xudoga yaqin. Samolyotda uchgan vaqtimda uxlaganman, uxlab yotdi, uxlaganmadi. Ana shu vaqtimda keldi u. O'tirib. Uyana bosam konsert qo'yishim kerak. Kellada 1-iyun deb planlashtiraman deb. Ya 25 ya 1-iyun planlashtiraman deb, uju ro'z oyida ketdim men, 7-kuni ketdim.
Gitganingiz ham kelganingiz ham bilmay qoldik. Endi havo almashtiraman deb o'zi Jizzaxga boraman deb yurdim. Jizzaxga borib havo almashtirib kelaman deb yurdim. Lekin ko'p odam yoki neni maqtadi. Turkiyani dog'li yerlari bor-ku va Onda tog'am bor dengizlar ham Havo. havosi bizlar O'zbekistonga qaraganda rasmiy toza bo'ladi. Havo yo'q, endi yaxshi havosi zo'r. Endi havo almashtirib kelaman dedimdan, bu qishda sal netdik, yoki dellab sovib netasan-ku qishda to'yxonadan chiqasan, dellaysan, havo. San'atkorlar qiynaldi. Shu yalpaytiradi der. Yopishtiradi. Yopishtiradi. Ana shu bilan öksürük tutaverdi. Öksürük tutaverdi. Dori ichasan, unatasan, maytasan, do'xtiydi. Dan keyin yana havo. Netasan, ya to'yxonadan chiqqandan keyin yana shu ahvolda. Durma aytdim keyin avvalgi safarimiz Jizzaxga borib keldim. Bu safaram endi shu borib kelaman deb o'tirdimdan keyin qarindosh do'g'onlar bizlar Qo'ng'ishova qarindosh do'g'onlar ham ko'p shondada. Turkiyada. Havo, Turkiyada. Keyin gel bir havosi zo'r bir dam olib ketasan deb o'zi netdi, gel deb netdilar. Yaxshi dedimdan bordim. O'zingiz Jizzaxga yetsak bo'laveradi. Havo, Jizzaxga yetsak bo'lib. Taklif tushib, Vona ketdi. Havo, taklif tushdi, Vona ketdi. Yo'l puli ham unchalik qimmat emas, zo'r ish qilib. Toshkentga nega borib kelgandan o'zi hozir ko'pchilik aytadi Turkiyaga, shu Dubaylarga borib kelsang arzon tushadi. Havo, endi xudo xolasa bu yil ham rejalashtirib qo'yibman. Yanvar yo fevral xudo xolasa aylanib kelish niyat bor. Endi men o'zi Istanbulga o'tchak edim. Istanbul o'tchak edik, bir ne olib turtda keldim. Vag'irda bo'lib, shunday ne olib turmadik, o'tmadik. İzmir'e o'tdim men keyin. İzmir'e borganim yaxshi ekan-da. İzmir'e borsam, İzmir'e endi birinchi ko'rishim chetga chiqmanman. Rossiya ham chiqmanman. Birinchi netishim, borishim. Chetga chiqishdan birinchi. Bu yer havosi zo'r-da. Dim zo'r. O'zimga 70 kiloma, 70 kilo bilan borib 15 kunda hech kim ishonmaydi. 15 kunda 85 kiloni urib keldim. 85 kilo chiqdi. 10 kilo olib berdingiz, 85 kilo urganman havo. 10 gün içinde. Keyin beraganda keyin olib qoldim. Bir havası şu yida adam berber. Ish qilib ay shu ham xudo shukr. Suv ham shu. Hadi ajab. Shunda kalla yaldan u yana bosam o'zataman deb. Kim shu? Ha. Getirtirarmi? Aliya. Atush. Ya biz boshlab berdik, uydamiz-a? Neto gaplab o'tirganlarimiz yo'qmi o'zi? Xalqqa bir ne deydi? Ikrom endi şurada bir qo'shqa navbat bersak, bir jonli ijroda bir bo'ldi. Ne deysiz? Endi mana shu yerni ham aytib o'tchakman, shu yerni ham aytib o'tchakman. Hali уже men Qozog'istonda ko'p yurayman-ku, Qozog'istonda ko'p to'ylarimiz bor. Endi chet ham chiqib turamiz, avam yana Bag'at, Qo'shko'pir, Shovot chiqib turamiz to'yga. Gullang. Bedaki masalan beda xizmat yurimiz, ko'p odam bilmaydi ekan men. Hozir ham bilmaydi ekan. Shuning uchun biz estrada ko'p aytgandan keyin televideniyadan masalan mana bir jo'ya shunlar qilmadik. Qilish kerak, chiqish kerak. Endi xudo xolasa shuni niyatimiz bor. Jo'y bir xudo xolasa ishlash, bir 3-4 yashillar taqlab ko'pmi? 3-4 emas, bir 5 bora keldi xudo xolasa. O'zim avtoriska yashillar. Xudo xolasa. Shu avtoriska yashillar bilan chiqasam keladi-da. Endi usta san'atkorlardan ham bo'ladi inshaalloh. Bu ustoz ijodidan bo'lmasa bo'lmaydi baribir. Shu usta san'atkorlar ijodidan bo'lmasa bo'lmaydi. Xudo xolasa shu jo'y aytish niyatimiz bor. Lekin ko'p odam bilmaydi ekan. Keyin avvalgi bo'lgan to'ylarimiz yana borib qolamiz-da, borib qolamiz. Hop, sen yana-ku, sen ham torchalab shu aytasan ekan-ku. Havo. Hozir YouTube'ga qo'yib boshladim, o'zim kanalimga qo'yib boshladim-da. Odamlar nima deydi, bilmaydi-da, panogramma aytadi bo'ladi, ko'pchilik to'ylarda keladilar, disk qo'yib berib, fleshini qisib panogramma aytishadi bo'ladi. Yo'q do'stlar, jonli ijro aytadigan hofizlar, san'atkorlarimiz ham bor. Ko'p havo, ko'p san'atkorlar. Lekin bizga hozir davra shunday-ku, davrada masalan 2-3 aytasandan odamlar o'ynab kulasi keladi. Masalan, domam qarilar uchun ham bo'lmaydi, domam yoshlar uchun ham emas. Endi aytamiz, ko'ngilni birdek deng olishga harakat qilamiz. Harakat etamiz. Lekin ko'p odam gapingizni bo'ldim, do'stim, dardingiz bo'linsa, ko'p odam bilmaydi ekan.
Ben köp aytadılar da, danış bilişlerim aytadı. İkram sen Ovoz yok. torçalı, şimdi köp adam aytadı. Ağzın götürüyor. He, torçalı 5 yıl aytmıysan da boylu dedim. Eşitkenden keyin, ben de oturup eşitkenden keyin, o men seni şunda boylamay dedim. Aytasan eken kusanam, nüş aytmıysan toylarda. Köp dedim. Men ucu o adamları mesela az aytып turtman ku, yani aytып ötdüm ku. Yoşlaram yakış gerek. Mesela Doğru. orta halam yakış gerek, Mesela karılaram. bir Hava. den görünüş gerek. Den görünüş gerek. Hareket kılış gerek. Şimdi ise şöyle can icra kılış geçtiğimiz dostlar. Oldu, Ozan'ın Xudo eşitli xolasa. haberesine gittik. Adamlarını aralaşarım, tayfaga saralaşarım. Adamlarını aralaşarım, tayfaga saralaşarım. Adım bulak karalaşarım, adım bulak karalaşar. Xudodan korkun, Allah'dan korkun. Kul vurup namakul işe, koyup başınız teşvişe. Kul vurup namakul işe, koyup başınız teşvişe. Mey içip zina kılışke, Xudodan korkun. Mey içip zina kılışke, Xudodan korkun. Bulmam bed nefs, bulmam tecel. Yiyeceğim haset, kılmayı yaşan. Bulmam bed nefs, bulmam tecel. Sürem haset, kılmayı yaşan. Bulsa şehadetini teşek, Xudodan korkun. Bulsa şehadetini teşek, Xudodan korkun. Boyluklu bulmay ağzı, keminle kim bulan razı. Her işte bulan
kazı. Xudodan qo'rqing, Allohdan. Bo'lmang badnafs, bo'lmang tajang, siram hasad qilmay yashan. Bo'lsa shahodatni to'shak, Xudodan qo'rqing. Bo'lsa shahodatni to'shak, Xudodan qo'rqing. Allah'dan korkun. Allah'dan korkun. Yaşayın Hafız. Rahmet, rahmet. Aziz avaz senetiyle Rahmet. senet koşulsun İbrahim. Dostlar özünüzü eşitdiyizler avazlarında. Xuda xalasa baxa verəsilər. Kommentariyada öz fikirlərinizi yazıb keçəsilər dostlar. Xuda xalasa. İndi Hafız toylardan yürünləşsək. Boldu ya. Toylarda bir niçik bir ne bulduk onu dedi. Kızıkarlı vakiyeler. Toyda buladı mı? Hemen kızı Şunaydı kaldı. ama şu bir indi kızıkarlı joyuna geldi lan da toyda yürünmeden mi yürünləşsək bir. Niçik vakiyeler bulduk toylarda. Toyda şu toyda bu akıyla şu o adam ki En geçte kararlısı nerede bu an? Niçik olan kimi toyunda bu an? Nerede kazarsın? en istakarlısı indi kimi gündeligini aytınma kızıklı günün açacak Evet. man. Şu lezgine başladım. Lezgine Hmm. başlagandan keyin lezgini aytıp tutma. Indi övcüne geldik lezgini. Kızıcı Lezgini hava kızıçadan yerine geldi. Bir kişi geldi lan. Şimdi kişi desem demem ketdi rakam et. Bizlerden bir Hmm. 5-6 yaş ketdi. Ya kişi geldi lan kulakıma bir nezere indi ketdi o kişi. Kulakıma bir nezere dedi lan gitti. İşte o muydu ku? Ya Doğru, menin kendine başka bir şey hava söyledi, ağır buladı. işlemem Devrede konsersi. adam köp. Kızıklı yerini açacak masa. Geldi lan yine ikilenci Hatay'a geldi. Geldi lan çala çulpa içtik kaldım. Lezgin ayttek gitti. Lezgi ayt tutmam kakama. Lezgin ayttek gitti tamam Yine mı? lezgi etti lan. Keyin kelle aşı vaxtında nir işletesen kakayı dep. Elem bize özlerimizi basamız. Mesela erteniz o keyin mesela bizlere neto geplesenem nesene ben düşünemem. Ucuz pişik gitkenimiz kalk o temada. Erteniz keyin yüzü yaladı o adamları. Evki akşam böyle. O etki işini bilmiyor. O etki işini bilmiyor. Kiyetteki adam. Ana Durjubada toydamız. İlki vakıya bu. Lezgi aytıp tutma. Yine geldi lezgi aytdı. Şöyle nir işletik gitesen ki 3 mərtə geldi o. 3 mərtə geldidən az dedi 3 toxanadan çıkmayacaq lekin dedi. Lezgi aytmasan dedi. Doxtatdımdan kolondan tartdım nir uz apardaq joyuna. Ben de ayt tutmam aytdım yani adama. Bu beçarağa lezgini başında aman deyip duradan yer oladı ku. Aşırı gide geldi ona. Şu önüne karab oturgan. Ava şu önüne karab oturgan eken o ma lezgini aytdak ki. Özü lezgi yetip tuttu bu masa. Aşırı kızıklı vakaylarım Seni boladı. karab oturgan. Ava. O şöyle ilişki anla o bize lezgini verip atmışsak. Sonunu bilmeydi o. Ava. Aşırı vakaylarım bulup durdu. İndiki epetki adamlar da bulup durdu ki yerten yüzken netediler. Yatılı vurup ava ki akşam köp kişi gitipti. Onun yumani de koyadılar. Doğru. Etki işini bilmirler lan. Hava etki işini bilmirler. Etkisi olmuyor. Ne bir neseni miyarı var. Hava. Miyarında. İşkili başının kızıkarlı vakaylar köp. Şimdi İkrambay Orunbayev üyden içki alan, iyi sahnadan içki alan. Ben köçeden üyden ben şunuyum ben. Köçeden içki alan, Hava. üyden şu gibi. Ben ne olacağım egen köçeden çık git veremem. Köy adam yürü veremem doğrusan. Evet. Ben de onu çekki yankı. Ne olacağım egen. Bir mesele yasal. Yaşırıp yok o gerek ben onu çekmez ben doğrusan. Ben Hmm. halk köçeden yürü veremem ben. Köy adam yürü veremem. Doğru. Özü bu neseni Köçede köy adam yürü veremem ben. Hemme biledi, hemme doğanıydı mesela Hazar yine sentrinde yürüdün olsam köy adam çık git veremem ben. Doğru. Köpçülük neler var? Özünden bir mesela yasal balık. Yok ben de onu çekki, yok ben de onu çek gerektiriyor. Doğru. Bu ne gerektir? Halk bilen bir ya bu Hava. şu barça Hemme bilen salam alik ba. Doğru. İndi bir yerim ba. Qaran Şahsat Bey. Siz yine mən aytıb tutmam, xalq bilan yine bir yeməmiş köçədən yürü verəmə. Det tutmam. 10 adamdan bir adama yakmadın mı eğer şəssəyəm yakmaysan. 5 parmak. 5 parmak denemez.
Ben mesela yaman gören adamım bu. Yaxşı Doğru. gören adamım bu. Yapar adam kokkuda bo'lashi mumkin. Mesela Doğru. götürme bu da. Yapar Yaxşı keyin adam. men bilan salomlashib, girishib gaplashgandan hovuzamiz balagan ku. Jeyder adam. Hava jeydara balagan o'zimiz Evet. balagan ku deb keyin netib ketadigan odamlar ham bor. Lekin tushunmay keyin netib yuradigan odamlar ham bor. Kibrli bu. Hava. Götürme. Neyse. Endi san'atkorlar ichida ko'p odamni men eshitganman-da. Endi xafa bo'lmasin, endi prosta odini aytib o'tjakman, odini aytaman yaxshi. Bobur Sabriboyna Bobur ham bor. Bobur ham men ko'p eshitganman. Endi ondan buyondan eshitganman-da Bobur hamni. Hey, götürmarak bala o'xshaydi deb ko'p odam endi men masalan donish bilishlarim ham. Lekin bu qahı mesela şular içinden yine mesela Bobur ham aytaman. Bobur ham bilan zo'rmiz endi salom alaykum. Ağa ukamiz. Bobur ham вообще nima desam ekan zalotoy odam doğrusu. Muomalasi ham zo'r. Muomalasi, xarakteri yaxshi. Xarakteri u bilan lekin prosta gaplashib alinchadan u gaplashib olgan qarasam, o o'zimiz oddiy ne ekan. Lekin bu yandan qaragan odam ya da bo'ldi. Kibrli undan menda bo'ladi. Endi men ham shunda bo'ladi Allah bor ku gap. Shunda bo'ladi Allah bor. Keyin kelib salomlashib ko'rgan ekan, o'zimiz joydara bol ekan. Men eshitganim aytaman-da, shu hozir Bobur hamni qo'shib berdim o'rtaga. Bobur xafa bo'lmang lekin. Men ham ko'pchilikda eshitganman. Bobur Sabriylarni Lekin xarakteri shuning zo'r, to'g'risi xarakterini hurmat etaman shu odam. Bobur ham xarakteri dim zo'r. Keyin ko'p odam bilmaydi uni ko'tarmada bo'ladi Bobur ham. Xarakteri dim zo'r lekin. lekin. Men shu Bobur hamni toliq birini aytib o'tjakman. Bir voqea bo'ldi, bir to'yda. Bir san'atkor to'yi bo'ldi, bir to'yxonada. Hamma san'atkor keldi. U ustozimdan potiya oldi. Men chiqmaga ketib o'tirdim to'yxonada. İş öyle bir zoram geldi oldu şu gevin zorası. Durttur gitmeyin bir girip esme şu çıkarları. Babram geldi Malibu'da. Bu kanal eldine. Ne işler işkini yanında tutma. Yine bir hapız geldi. Onu aytmam da yeni kimlikini. Hapız geldi. Neki kişinem doğanıyım ama Babram. Bilenem atlaşinem bu adam bilen atlaşinem bu. Babram şu Malibu'da geldi durdu da düşüp gördüler doğru geldiler. Kim yaxşımısan deb so'rashib, şurada kelishib, uzoqlashib yurishdilar. Arka adam doğru gördü lekin meni. Görmeyen aldan to'xona girib ketdi. Shularni besh ketaman-da. Yo'q, buni bizlarda yana masalan men hurmat etadiganim, yaxshi hurmat etadiganim yana Dilmurat ham bor, Sultonov. Zo'r hurmat etaman to'g'risi. Uni ham xarakteri zo'r. Yana Bobur ham bor, keyin o'zimni deng dushimdan Bunyod Sadiqov. Yaxshi bola, zo'r bola. Lekin uni ham ko'p unetadilar. Endi men ham aytadiganlar deb shuncha aytib turibman-da. Men ham aytadiganlar bu yoqdan ko'tarma bo'ylab. Hayotda görmeyen, gaplashmayman. Hava gaplashib ko'rmagan odam ranglar o'yinini aytadi. Telefonda, Instagramda ko'radilardan uzoqdan ko'rib, bular kurtu, bular ko'tarma bo'la deb o'ylaydi. Lekin Bunyod ham shunday bola. Gaplashib ko'rsang, masalan, bu yoqda o'tiramiz, girishi qo'shilishib ketaveradi. Shunday bo'lishi kerak. San'atkor odam o'zi asli psixolog kim bo'lishi kerak-da. Hamma bilan nolayda gaplashib, kerak gapi gaplashib, kerak bilan gapi qo'shilmay. Hava. Shunday bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yana shu bizlar hofizlari xarakterini aytchakman-da. Bizlar Yakadoni Dilmurat ham bor, Bobur Sabri bor, Bunyod bor to'g'risi. Men shularni nima desam ekan, zo'rdan ular birov ustidan g'iybat etmaydi. Birov ustidan gapirmaydi ham. Başka kurukta görmeyenmen nasıl hafızların Bizlar o'zimiz kuruk boshqa. Bilaman. Bizlar o'zimiz kuruk bor. Ko'pchilik ham biladi u narsani. Ha, ko'pchilik hamma biladi. Biz endi o'zimiz nima bor? O'tirishib turishadiganlarimiz bor. Bunyod bor, keyin Farhod bor. Keyin Hasanboy kamerasi bor bilasan. Bizlar o'zi. Ha, o'zimiz nima bor? Kuruk bor, o'tirib turadigan. Hasanboy ham sizlar bilan dengamikmi? Ha, dengam. O'zim men sinfdoshim, birga o'qiganmiz u bilan. Ha, birga o'qiganmiz sinfdoshim. Bir partada to 9-klassdan bir partada o'tirganmiz. Ha, sinfdoshim. Sizlardan katta bo'ydi. Yo'q, sinfdoshim. Rasmiy yosh ko'rmasam, neydi qarandi. Ko'p odam kichkinada bo'ladi. Rahmat. Hozirgina institut o'qiyman qoldi. Domlalar ham mendan kichkinada, domlalar mendan kichkina. Sensor edim men. Yoshda bo'ladilar. Ha, yoshda bo'ladilar, sensor edilar. Keyin 3-yilsan demay, yangi vaqtida o'qiganlar ular. Biz vaqtida o'qimamiz, vaqtida o'qigan, vaqtida bitirganlar institutni. Keyin qarasam mendan bir 4-5 yosh kichkinada yanqilar. Keyin ikrom og'a deb boshlaydilar. Keyin natavay bu klassga kirgandan keyin o'zi
Səlliyə məsələn sən domlasan hürmətin bolsan demə onlara. Domlar, muallim, ustoz, Hava, hurmat oladi. hurmating bo'lsin deyman. Bu hurmat etish kerak. Bu yerda yana bir jonli ijroda qo'shiq eshitsak nima deysiz? Bo'ldi, gap yo'q. Esa xudo xolasa qo'shiqlarni eshitib yana bir bor o'zingiz bahosini berasizlar. Jonli ijroda hali ko'p qo'shiqlarni eshitamiz hozir. Neçe yıllar yok mende para hak, canın aziz yarım bir zaman koyul. Neçe yıllar yok mende para hak, canın aziz yarım bir zaman koyul. Geleyin yanına anayın rahat, şikli dildarım bir zaman koyul. Geleyin yanına anayın rahat, canın aziz yarım bir zaman koyul. Canım alersen mezbilla bakip, Serapşan kekirin boynuma dağip. Canım alersen mezbilla bakip, Serapşan kekirin boynuma dağip. Kete yüz oynatıp al, kete kaş kakip, canın aziz yarım bir zaman koyur. Kete yüz oynatıp al, kete kaş kakip, canın aziz yarım bir zaman koyur. Neçe yıllar çölde gezer sayılmam, senin üstü cemalına kayılmam. Neçe yıllar çölde gezer sayılmam, senin üstü cemalına kayılmam. Bir saat uyuma hecep mailmem, dalaşma dildarım bir zaman boyu. Bir saat uyuma hecep mailmem, dalaşma dildarım bir zaman boyu. Yaşayın Hopiz. Rahmat. Ovoz qo'shilsin. Salomat Joningiz bo'ling. sog' bo'lsin. Bu yerda do'stlar konsertdan 1-2 lavhalar qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa o'zingiz ko'rmaganlar bo'lsa bu bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa. Afonum yaman indi, kaşları keman indi. Afonum yaman indi, kaşları keman indi. Sevmem hiç, tamam indi. Oldu başka sevmem hiç, tamam indi. Sana duyup durmaz iken, duyup durmaz iken, neredesi yok bir olalım, esasıyla durmaz iken. Sana duyup durmaz iken, duyup durmaz iken, neredesi yok bir olalım, esasıyla durmaz iken. Davam kıldıramiz, marhamat, o'ynab gülerimiz.
Nəysə dostlar, kurslarını eshitib, dilimiz yeyrədi deyimiz. Xudo xolasa. Rahmat. Shu muxlislarimiz yaqqan bo'lsa bo'ldi deymiz. Salomat bo'lsinlar. Duomiz shu, muxlislarga Sen ko'ngilni joyalish. ko'pincha nereden görediler o'xshaydi. Bir ikki kommentariyalarini gördüm. Chetdan ham görediler o'xshaydidan seni. Chetdan Ava, Rossiyada ishlab yurganlar. ishlab yurganlar ko'p yozadi. Shu Xudoyim hammaga gapingni bo'ldim, darding bo'linsin. Shu Rossiyada ishlab yurganlar, chetda ishlab yurganlar hammasine omad tilayman. Xudoyim do'lib toshib kelsinlar. Bizlar yaxshidan do'lib toshib kelsinlar. To'y etadilar, xizmat etamiz biza. Ava. Doğru. Endi Hofiz, to'ylardan bo'sh vaqti, ijoddan bo'sh vaqtida nima ishlar bilan shug'ullanasiz endi? Ijoddan bo'sh vaqti bo'sh qolsam, to'g'risam bolaga chiqaman. Muborak Kalla shamollatmaga. Bu miya zo'rdan beradi. Ava, yana Asqar amam gördüngmi? Asqar amam, Hmm. diktor Asqar amam Keldi, telefon urdi. keldi. Bolaga chiqimizma deb bekarmiz, ertang bor xizmat endi. Nima desam ekan? Shu bolaga chiqaman, ko'p shu nerda o'tirasim keladi. Tixi, Ava, miya zo'rdan oladi. chetkalara ekitib, go'sht ko'rib, Şu an choy, ava tanka choy ichib o'tirasim keladi. Anladım. Ava, kalla dam oladidan o'zi 3 to'y sezondan ko'p ketaman. To'y so'g'manqa, to'y so'g'gandan keyin. Miyam Ava, kelib uyga kelib, giyinib, kiyimlar almashtirib bolaga ketaman. Ko'da shamolgada o'tiraman bir. Go'sht aramizdan Asqar am boyna, keyin Sultonboy jo'ram bor. Keyin ne bor, Ro'zimboy bor. Ro'zimboy. Opera desalardan aydilar uni. Shunda endi ejashib netamizda ama Ro'zimboy ukamiz yaxshi bola. Bundan tashqari, san'atdan tashqari, to'ydan tashqari boshqa yana dohod keladigan joy bormi? Biznesmi, boshqa? Endi meni o'zimda yo'qdan oilaga kiradi. Shu ag'am harakat etadi shu. Men nima desam ekan, san'atkorchilikdan boshqa qo'limda ish yo'q, to'g'risam. Lekin ag'am netib berdi shu. Yani mashina sohasida yaqinda yana yangi biznes boshladilar. havo yangi biznes boshladilar, shu bilyardxona ochdilar, sportga girdik ag'am. Chiqib. Havo. Uydagilar shunday biznesi bor. Endi yoshlarga toza chiqib kelayotgan ijodkorlarga bir nechik maslahat berasiz, nechik bir motivatsiya bera olasiz? O'zingiz hayotingizdan, ijodingizdan gap chiqib. Endi shu yosh chiqib kelayotgan bolalar harakat shu, harakat etsinlar deyman. Ko'p ijod etish kerak, harakat etish kerak. Men ham o'zi bir 2 yilma, 3 yilma ish qilib ijoddan sal netdik. Endi ijoddan nima desam ekan? Televideniyadan qamadik kudan hozir internet olib ketdik oxir. Instagram bilan YouTube rivojlanib ketdi. Odam qolmadi. Biza ko'p efirdan berdik. Hozir ko'p internetda endi xudo xolasa ishlash boshladik. Instagram bilan YouTube bilan jonli harakat etib boshladik. Endi konsertimni qo'yganim ham sabab shu edi. Konsertni boshlaganim ham sabab shu edi. İnternetda aylantiramiz. Internetda aylantirish kerak. Ha, YouTube, Instagramni aylantiramiz deb shuni o'ylab netverdik. Maqsad shu edi o'zi. Omadini bersin, hammani omadini bersin. Shu harakat etdimi, shu kasbda ketaman deb harakat etdimi, hammani omadini bersin. Mahkam tutish kerak. Ha, mahkam tutish kerak. Glavniysi men o'ylayman, nechik kor tutishdan qat'iy nazar birinchi ustozni to'g'ri tanlash kerak deb o'ylayman. Havo. Ustani ham to'g'ri tanlash kerak. Katta ahamiyatga ega deb o'ylayman men shu narsa. Siz ustozingiz kim bor endi shu o'rinda aytib o'tgani? Hali endi men yetchada aytmadim uni. Men haqiqiy endi masalan usta deb baradaning bor-ku, yoshga o'zimni yosh katta odamman, usta deb hurmat etaman, usta deyman. Lekin haqiqiy yanki bizlarda bir nima bor? Bizning o'zbekchilikda non, yani shu cho'rak olib borib, non olib borib, keyin konkurs solib, dunjak deyib usta olib boradilar-ku. Navon uni kontlari solib, usta deb olib boradilar. 2 usta olib bordilar. Birinchi haqiqiy ustam Adamboy Qutlumuratov ustozimiz. Deyaversin, endi rahmatli bo'ldilar. Ortiqxo'jajonov ustozni shogirdlari bo'lgan. Ortiqxo'jajon. Ha, ustani shogirdlari bo'lgan. Ular uyinda yotib, shu uyinda o'rganganman men. Undan keyin shu o'zlarimiz uy yonida Qazariston, shu o'zlarimiz uy yonida Ro'shan ham ustamiz bor. Shular o'rgatgan haqiqiy qo'lima shu rubob tuttirib o'rgatgan shular. Rock karan dona. Havo. San'at nonini oladi. Havo, iminni oladi deb o'rgatib
Ustalarımız köp, lekin haqiqiy ustam, men o'rgatgan ustalar mana shu Atamboy Hofiz bilan Ro'shan aka usta o'rgatgan haqiqiy. Qolaman shu rubob torkistirib o'rgatgan usta. Endi nima deymiz? Hozirgi durishdan bir 10 yil oldingi vaqtga qaytadigan bo'lsak, novlarni o'zgartirgan bo'lar edi, o'ziga nov maslahat bergan bo'lar edingiz. O'zim ham maslahat. Nov ishlarni qil, bu ishlarni qilma degan bo'lar edingiz. Men nima desam ekan? Ijotimga olib qaraganda ko'p ashula chiqarmaydim. Yilda masalan, yilda 2 ashula. Men bir 2016'da 2017'nin şu başında köp qo'shiq chiqarib berman. Mesela hozir ham YouTube'da o'tirib ko'raman. Ko'p san'atkorlar yaqindan ko'rib qoldim. Kim edi u Toshkentlik san'atkor Alijon Isaqovmadi, kim edi uning adı? Valijon Isaqov. Valijon Isaqov shunda bir ne aytgan ekan bir san'atkorlardan. Ne deb? Ko'p ashulalar chiqarmaslik kerak. Yilda masalan 2 dona. Zo'rini. Havo ko'p bo'lsa 2 yo 1 dona ashula chiqarish kerak. Zo'rini. Hit etib. Men o'zim hozirgidan aqlim bo'lganda, shu vaqtimda ko'p ashularni chiqarib tashlamaydi dedim. Yilda bir 2 ashula, lekin zo'rini. Endi shuni hozir shuni harakatindaman, xudo xolasa. Son emas, sifat qaraydi. e'tibor berish. Havo, sifat qarab e'tibor berishi qilgan bo'ladi dedim. O'zim shuni hozir ham yatsam, tursam ham shuni aytaman. Endi xudo xolasa bir yildan masalan ijod boshladi. Xudo xolasa endi avvalgi yil ishlab qo'yadim, bir yildan boshladi ijodi. Xudo xolasa hali bir qo'shiqimiz tayyor bo'ldi. Tuning konsertda ham aytdik buni, oxirida aytdik. Endi yana bir vaqt ishlab, shu yillar tayyorlash bor, xudo xolasa zo'r edi. Shu klipni ham Toshkentda olish niyat bor. Знаменательныйlar bilan, aktyorlar bilan olish niyat bor. Siz shu neyiz yaqindanmi, nima deydi? Sifatga ko'proq e'tibor berasiz. Ha, e'tibor ko'p beraman. She'rlaringiz misol uchun yaxshi tanlanadidan sizda. Ko'pchilik nelarda televideniyada har vaqtdan ko'ramiz o'zim. Chiqadilar aytib turibdilar, gapini tushunmaysiz nelarni, qo'shiqlarni. Bunchaki qo'shiq chiqarib asqotyapman kerak ekan deyman. Misol uchun bir yilda misol uchun bundan bir ish chiqarmay, zo'ridan bir ne ikkini chiqarsa. Ikkini chiqargan yaxshi. Endi men ham shu vaqtda yanglishganman. Patırdatib reklamani berib, patırdatib qo'shiqlar chiqarib tashlamanman, lekin shular arasida bor sifatsizlar. Men o'zim ham bilaman shuni. Lekin patırdatib uje men nima desam ekan, tez donorish o'ylaysan-da vaqtida. Yosh bo'lmasdan baribir. Pullar ham sochib, ochatib tashlamiz-da. To'g'ri. Shundan gaplash qilib. Sahna ortida bir kulgili, bir sharmanda bo'lishingizda sal qilgan vaqtlar bo'lganmi? Shuni bir to'ylarda bir qo'shiq aytib turgan vaqtlar, bir esdan chiqqan vaqtimi? Bunchaki vaziyat bo'lmadi bo'layman. Kallamda yo'qlagan uning. Masalan, gulguli vaziyatlar bo'lmadi bo'layman, yo'q. Indiki navbatda hamma qiziqarli savol, men ham qiziqtiradi. To'ylarga chiqish stavkasini chiqib o'tibdi endi. Stavka endi dogovor aytib bilaman kudan, lekin men kelishib boraveraman to'g'risi. O'zimga bir nima desam ekan. O'zimga bir baho qo'yishali men yetmadim deb o'ylayman to'g'risi. Masalan, Qo'yishini yog'dayina kalima. Bir odamda bog' bo'ladi, olib boradi masalan pulini to'lab. Bir odamda yo'q bo'ladi, olib borasi keladi to'yga. Yaqindan millat bo'lmay, yaqindan bir shu Turkiyada yetmasimdan burun ham bir odam keldi. Družbada, masalan, yog'daylar so'p bering, shuni murod etgandan meni ko'rgan, Družbada to'yda ko'rgan. So'p bering deb haqiqiy niyat etgan ekan. O'zi 6 oy burunmi, 7 oy burun niyat etgan ekan. Sezonda niyat etgan ekan. Kimnidir ham to'yinda ko'rib eshitib niyat etdi-da, to'g'ri. Keyin neden bilasan mesela niyat etken qo'shiqlarini aytadi. Palan ashulalarni aytib eding sen, palan ish o'vadi, ishini bo'ldi deb, keyin u keladi, ha. To'g'ri niyat etib ekan bu odam deb ashulalardan bilsa oladi. Yapar odamlar masalan o'zi aytib keladi. Pulimdan qarshaq bo'lib. Lekin men bir yerdan qarayman. Bir joydan qarayman. Dim arzon basang ham qadring bo'lmaydi. Qadring bo'lmani, masalan, sostav yanimda masalan 10 bola yuradi yanimda. To'g'rimi? 10 bola yurgandan keyin men o'zimga qanaq, o'zimga qasab o'qib.
Dik özüme sunma kasa. Doğru. Aşullarını Ular ham oynama. Oilasi bor, bola Hava, chaqasi ular ham bor. oilasi bor, bola chaqasi bor. Mesela ular ham to'y uchun to'ydan pul topamiz deb Shundan yuribdi ular ham. noyida ular. Sostavdagilar ham yaxshi bolalar ish qilib, hali bir yilini tozaladik, avvalgidan bolalarni tozaladik, yosh bolalarni qo'shdik bir yil. Yaxshi, havo o'sib botirgan bolalarni qo'shdik. Yaxshi bolalar harakatda, ya'ni neda konsertda ko'rgansan-da. Konsertda ko'rdim. Toza bolalarni qo'shdik, normal bolalar. Konsert ham zo'r feyzli bo'ldi. Havo ko'p odam maqtab turibdi, endi o'zim maqtagan emas. Ko'p odam maqtab turibdi, oydin bo'ldi konsert, yaxshi bo'ldi deb. Endi Xudo xolasa bir natijasini Xudo beradi. xolasa bundan ham katta joylarda qo'yish nasib etsin konsert. Xudo xolasa indiki yil niyatim bor. Yana konsert qo'yish, lekin boshqa joylarda Xudo xolasa. Shu rayonlar bo'ylab konsert. Shu rayonni aylancha bo'lib turibdi. Ves Xorazm bo'ylab Qoraqalpoq. Endi bir hit kerak bo'lib turibdi. Xudo xolasa bir hit ko'chkari Xudo xolasa inshaalloh. Endi Hofiz, san'atkorlar bilan ko'p do'stsiz, to'g'rimi? Qaysi san'atkorlar bilan ko'p o'tirib turasiz? Ziyofatlarda, nelarda? Endi Bardigallar. san'atkorlar o'zimizda yana masalan chetdagilar bilan ham o'tirib turaman. Ko'pincha Farhod Abdurahmonov bor. Duaniston aholi Farhod Abdurahmonov bor. Keyin endi san'atkor emas, to'y sistemasida yurgan Hasanboy bor, Jo'ram. Kamerachi, ya'ni Erkin Media. Ish qilib, uni ko'p nalari bor. Ish faoliyati ko'p, biznesmen Jo'ram Pahov. Keyin yana Bunyod Sodiqov bor. Shular bilan biza ijod ham shular bilan birga etaman. Nishun Bunyod ham menga tashiydi. Yo, maslahatlashadigan odamim, shu Bunyod bor, Sodiqov. Keyin ne bor? Farhod Abdurahmonov bor. Hasanboy bor, shular bilan o'tirishib, ijod ham shular bilan birga qilamiz. Keyin Asqar ham bor. U endi bizlardan yoshi katta uni Asqar ham, lekin Jo'radindan biza birga o'tirib turamiz. Asqar ham Suxandonmi? Havo, Asqar Shoh. Shu Asqar ham bor, birga o'tirib turamiz. Keyin ne bor? Sultonboy bor. Keyin Ro'zimboy bor ukam. Ro'zimboy ham siz sheritingizmi yo? Endi ukamiz, men masalan birga juriyatib yo bir shunday emas. Lekin ukamiz yaqin ukamdan o'zim. Ukamdan bo'lgan shu oila a'zodim bo'lgan. Yaqin ukamizdan. Yaxshi boladan, maslahatimiz beramiz. Kerak bo'lsa undan ham olaman maslahat. Ne gap ibindan chiqoladi, ibindan chiqadi. U ham mendan so'raydi, ibindan chiqoladi. To'y sistemasida masalan ijod yo'nalishida Bunyod bilan ko'p maslahatlashaman. Bunyod bilan, Farhod bilan, Hasanboy bilan. Ular ham ko'p ko'rgan san'atkorlardan. Yerlaringa elatroqlar. Shu Jo'ram shu ijodini aytaman. Nima desam ekan? Kuzatib turadigan odam. Keyin yana bir kuzatib turadigan odamim bor. Men kuzataman shu bolani masalan. Ishlarini omad tilayman. Kuzataman ham o'zini. Bobur Arabboyev bor. Do'stim, Beruniyli do'stim bor. Yaxshi bola, zo'r bola lekin ijodkor bola, haqiqiy ijod dinmaydi bola. Do'xtamaydi shu bola. Konsert ham qo'ydi o'xshaydi. Havo. Toshkentdan, Istiqloldan konsert qo'ydi. Ish qilib, nima desam ekan, har vaqtdan kelib turadi u ham. Bunyod, men 3-imiz, 4-imiz bir gullashib netib turamiz. Ijod almashib netib turamiz shu. Ish qilib ijodkor bola, kuzataman uni. Endi kuzatadigan odamni kuzataman deyman. Yolg'on gaplab bo'lmaydi-ku. Masalan, yosh kichiklar, danglar, men uni uyalib o'tirman, havo. Xalq bu yoqda zo'r ijod etibmi? Havo. To'g'ri gap. To'g'ri aytish kerak masalan. Ijodi zo'r, qiziqaman. Bunyod ijod ham zo'r. Masalan. Ijodi zo'r, kuzatamiz. Keyin masalan ne bor? Dilmurod ham bor, Sultonov. Uni ham ijodi zo'r. Ijodkorlar aytib turibman men. Ijodkorlar. Endi o'zim ham bir maqsad qo'yib ko'pman-da. Maqsad qo'yib ko'pman. O'zim shior aytaman, yatsak vaqtimda, turjak vaqtimda shiordan men uchun. Ikrom. Ishinchali bog'liq bo'lsam ham daryodagi bog'liq bo'l. Shuni shior aytib ko'pman o'zimga. Kichkina masalan. Yana usta san'atkorlar bor, Og'abek Sobirov, Bunyod Saidov masalan. Katta san'atkorlar bor. Ular masalan daryoda katta dengizda yurgan nima bo'ladi? Katta havo, shular bo'ladi-ku. Men o'zimga yatsak turjak vaqtimda, uxlajak vaqtimda hech bo'lmasa endi ko'p odam narsani demasin-kudan, men o'zim aytaman. O'zim shu ko'l bo'ladi-ku. Ko'lda bilsangiz, hech joyga chiqib ketib bo'lmaydi.
Kölde yürüydiğin ne emas? Kichkina balık emas. Daryoda yürüydiğin balık. Şunu özüm netemem. Oturup oylanaman, ikram. Yatacak vaxtımda, turacak vaxtımda ikram hiç olmasa üçüncüyle deryadaki balık olur. Ona bana bark geladi ona. Dep. Bir joyda kalıp gitme. Hava bir joyda kalıp gitme. Bir joyda kalıp gitme. Bir Hazars bilen çekelenip kalama hem yere aylanadi. Şunu özüm isteyme şunchaki sanatkor boluş, ijodkor sanatkor boluş. Havas etaman men. Birov hasad qilinma, havas etaman. Yana Dilmurat ama havas etaman. Sultan Bunyod Saidov havas etaman. Doğrusu görüp duraman, tekşiremen hakikaten. Ne iş eletip bitti bola. Ne icatda ne yap oturttu. Yette sanatkarlar hava küzeteme. Hemmesini küzeteme. Şimdi Xorazmda özünüz adoşu zor sanatkorlar biladiganınız kim? Nechik tomonlama ijodkormi yo'qmasa Şimdi başka bir ijodkorni so'radi. ijodkor İcad tomonlama Xorazmda eng zo'r ijod etib turibdi deb biladigan insonimiz sanatkor. hemmesi men birsini qattiq qalinman, birsini to'xtab. Hemmesini ijodkor deb bilaman, sanatkorlar shu. Qazariston o'zlarimizni rayonda. Qazaristonda yine iki sanatkor bor, ijodkor. Haqiqiy men uchun ijodkor Dilmurat Sultonov og'amiz bo'lsa, Bunyod Saidov bo'ldi. Undan arayandan men ijodkor deb o'zim aytaman. Endi mendan xafa bo'lmasinlar. Men yomon ma'noda aytib turganim yo'q. Men masalan yomon ko'rib aytib turganim yo'q. Har kim o'zini fikri bor. Men aqliman-ku, o'zim fikrimni aytishim haqqim bor. Har kim o'zini fikrini bildirishi haqli. Havo. Masalan Dilmurat Sultonov bo'lsa, ikkinchisi Bunyod Saidov. Haqiqiy ijodkor ular. Havo, o'zini avtorskiy ashulolari bor, o'zini avtorskiy harakat etib turganlari bor. Masalan men ijodini qiziqadiganim Qazariston bo'lgani tamom. Undan arayandan lekin bilinmaydi. Xudo xolasa, Choying ham sovib qoldi. yaxshi ketdi. Atish choy ichasanmi? Navda ham choy bor, yana Turkiyadan kelganingizmi? Ne lekin bu? Bardak bu. Turkiya choy bor, mozor bosib keldingmi? Yurtosh keldimi? Zo'r ekan hakikaten choydan. Güzel, belli yok ama ne choydan. Konsertga qaytada olsak hopuz, konsert gördük, o'ta zo'r bo'ldi, fayzli bo'ldi. Rahmat, Allohga rahmat. shukr. Şükür. Rahmat. Konsertda shu endi o'zingiz ko'nglingiz bo'lmagan joylari bo'ldimi? Bir, nima deydi, o'zi yakmagan joylari. Yakminkan joyi başında bo'ldi. Yakminkan joyi başında bo'ldi. Meni Nastiryanamni qatirdilar. Endi bu yanda bir joyga borsak olsang, ibish etaman, imondan keyin bu bo'ladi deb hammani sen rejalashtirasan. Men u konsertimni Tembolik konsertda. Roza oyundan beri men konsert o'ylab keldim. Roza oyundan beri mesela Roza oyundan beri o'ylab keldim. Shuni birinchi iyungina konsert qo'yaman deb o'ylab o'tirdim. O'zim maqsad qo'ydim, konsert qo'yaman birinchi iyungina deb. Ana siz shularni o'ylab, rejalashtirib, hamma narsa yozilib, taxlangandan keyin yana masalan Bali Mojito jamoasi, Bali Mojito'ning nesina egasi Hasanboy edi, jo'ram. Keyin Erkin Media mana Hasanboy o'ziniki, Erkin Media jamoasi. Shular bilan maslahatlashib, ishini chiqish oladi deb. Endi xomiy bo'lgandan keyin buni nasi chiqishi kerak masalan. Bular reklamasi Yetishi kerak. Borsam, konsertga borsam, konsert уже biza 7 da boshlash kerak, qo'qi to 8 adam 1 soatdan to 8 dan o'tirdikmi? O'tirmadikmi ish qilib 8 adam zaddishga turdilar. Kim zaddishga ketdi? Biza donimiz ham bize bilan hech kim maslahatlashgan ham yo'q. Yanqilab o'zini chiqib fishkasini maqtab turibdi. Kim endi ular? Endi men o'zim ham donimman o odamlar. Lekin mendan shu vaqtimda уже 1 soat o'zini fishkasini maqtab, keyin Instagramini netib, yani podpiska yig'nab, o'sha turdilar. Kimdan so'raganini bilmaylik. U meni konsertim. Kimligini ham bilmaysiz. Kimligini ham bilmayman. Ishqil rangini bir bolaning rangini doniyman. Endi meni ko'rar u bola. Lekin uni ish etmasligi kerak edi u bola. Men u bolani keyin 1 soatdan keyin to'xtatdimdan suqilgandan keyin nechun bu suqildi bera konsertga. Nechun bu kelishi kerak? Kelishi kerak. Ssenariyda yo'q. Mendan shuni so'rasa, men
İkramboy işini men işi vereceğim, maqtajaqman ya işi ver çıkışım var dese men ona joy koyup beraman. Boldu tamam deyman. Planlaştırıp Hava senaryolaştırıp senaryolaştırıp iş yerinde çıkasan da planlaştıraman. Hmm. Hiç joyda hiç gap yok. Bir mektep kime bir joy ki padarkalarini çıkarıp berdiler özünün özü. Hiç joyda hiç gap yok. Hava soğuğa tarqattılar, keyin lav çerme biraz tarqattılar. Hava bir bloger balanam çıkarıp koydular. O balanı men görgen emas. Men bloger balanı çıkarıp Instagram'ına подписчикин attırtyan kabala çıkıp telefonunu gösterip bir set meni vaqtim aldılar lan şöyle. Ana meni konsert başında Nastirene. Uju men de kaçtık Nastirene. Men de kaçtı, halkdan Nastirene kaçtı. Ki uju halk nauda boylakkan. Bu İkram Orunboyev konserti mi bu? Ya bolmasa nau bir takdimat mı bu? Dep uju katıb kaldı da o halk. Mövde men raskot etip koyupman bu konsertde. Doğru. Men raskot etip koygandan keyin bitta sel insaf bilen bolishi kerak edi da. Lekin u bolam men endi geplep ham koydum öyle. Üçürden sahnadan tushirib dedim. Sahnadan tushiringlar dedim. Uchiringlardan sahnadan tushiringlar dedim. Men korim keldi qo'ydi. Doğru. Axir hech kim nechidan so'rashmay doğrusu qilib kelsa, bo'lib ham kora keladi. Yo'q, endi men hali ko'raram u hali ish videoni. Lekin mendan xafam bo'ldi, lekin xafa bo'lish haqqi yo'q u bolani. Men undan xafa bo'lish haqqim bor. Chunki ayb o'zinde. Ayb o'zinde. U bola mendan so'ragan ham yo'q, men ish yetchekman deb. O men yo'q vaqtimda, men yo'qman. Bu yerda. Endi meni sostavim borib kuch olib turar deb bu yerda o'tirdim men, mashinada o'tirdim. Keyin chiqaman deb. Meni sostavim bir donam kuch olmadi dedi. Xalqqa. Shu bolalar haftadan beri, masalan 15 kundan beri zanimasada bir ham bolalar. Sahnada kuch olamiz dedi. Rejalashtirib, bir kun ham chalolmadilar. Yanki bolalar o'zlari diqildilardan fishkasini maqtab, yana bir vajini maqtab, bir set meni vaqtim oldilar. Hali uni keyin to'xtatdim, undan izindan ham ishini qalinglikda yana ne yotarlar. Bir vaqt qog'oz tarqatmaga yotarlar-da. Hali bularni uchirtirdim, men qaytartirdim. Mendan qoram keldi bir bolani, shunda durdidan. Yana ozgina bo'lib, bitta yuzi uyalishi kerak-da. Birov konsert bir og'iz konsertdan burun telefon urish kerak yo bir yuz gaplashish kerak. O'nday narsalar. Bu 15 kun biri, 20 kun biri ikramcha ishini bize ish etchekmiz. Bir poddeshkating. Poddeshkating desa men aytaman, men arasına masalan qo'shib beramiz-ku arasına. Lekin ular ruxsatsiz, kimdan ruxsat so'ranini bilmayman. Mavida kimdan so'rasan ham farq yo'q. Bu meni konsertim. Ben ruxsatdan olib sen moya sarflab turgansiz axir. Unchalik pulim ketib turibdim men o'yla. Men odamlarga konsert qo'yib beraman, kayfiyatini ko'taraman odamlarga. To'g'ri. Sho'ra. Madaniy xorda konsertlarda bo'ladi shunchalik. Xalq konsert ko'rsin, xalq madaniy ashuni xordik olsin deb men konsert yaxshi niyatdan konsert belgilab qo'yibman. U chiqib turib bu odam o'zini fishkasini maqtab turibdi. Bir set maqtadi o'zini fishkasini. Yana bir bloger ham bor edi. Bloger ham oldirib qo'ydilar. Yankayda. Noto'g'ri narsalar. Endi san'atkor uchun tashqi ko'rinish qay darajada muhim rol o'ynaydi siz uchun? Dim rol o'ynaydi shu ach. Men uchun katta rol o'ynaydi. Konsertda ham ko'rdim, niyavichni boshqacha bo'ladi. Ish qilib bir maslahatlashib, men o'zimni Xankada tikuvchim bor, Muhammad. Yani tikuvchim bor o'zimni. Muhammadjon bor. Shu bilan rejalashtirib kiyim giyamiz, konsertda Ivan'ın çıkaradı. Spesialniy konsert uchun addenli giyimleri tikib, o'zi taqlab berdi. U jo'ramam rahmat aytaman. Qo'li deb ko'rmasin. Rahmat jo'ra. Salomat bo'lg'aysan. Ko'rinda endi hofiz yana bir qo'shiqqa eshitsak. Bo'ldi. Yakuniy qo'shiq. Xudo xolasa. Esa do'stlar, qo'shiq eshitamiz jonli ijroda. Xudo xolasa. Eshitib bahramand bo'lasizlar. Avşumman saklana bilmem seyran dilning derdinden. Avşumman saklana bilmem seyran dilning derdinden. Bülbülmen uxlayabilmem kırmızı gülün derdinden.
şahsenem, men şahsuar, garibim melekli var. Sen şahsenem, men şahsuar, garibim melekli var. Ya da sarsam canım çıkar, sen şiirin dilim derdinden. Ya da sarsam canım çıkar, sen şiirin dilim derdinden. Armağanımı pek düşmedim, Rabbinden şarap içmedim. Armağanımı pek düşmedim, Rabbinden şarap içmedim. Ölsemem senden geçmedim, bir yırtık donun derdinden. Ölsemem senden geçmedim, bir yırtık donun derdinden. Çakırsam neye gelmişsem, ben bilmem oynap gülmüşsem. Çakırsam neye gelmişsen, ben bilmem oynap gülmüşsen. Ne buldu hanım sormaysan, kemine kulun derdinden. Ne buldu hanım sormaysan, kemine kulun derdinden. Ağzından saklana bilmem, seyrana dilin derdinden. Ağzından saklana bilmem, seyrana dilin derdinden. Bülbülmen uhlaya bilmem, kırmızı gülün derdinden. Ovozunuz mazali baribir hofiz, gap yo'q ovozingizda. Salomat bo'ling. Endi bu ijodiy hamkorlarimiz haqida suhbatlashsak bir ozgina qisqacha. Ijodiy hamkor. Qaysi shoirlar bilan ishlashyapsiz? Aranjirovkachi, muzikachi nelar? Men ishlashadigan shoirlarim hozir o'zimiz Hazarasibda Asqar Dunyobo. Asqar Dunyo. Havo zo'r ideyachi, o'zim yozib turibdi, ideyalar ham yaxshi. Ijodkor Asqar Dunyo. Ijodkor bola. Asqar Dunyo bilan ishlashib turibmiz hozir. Shu yaqindagi konsertda aytgan yangi ashulamiz ham Xudo xolasa premyerasini qilamiz. Bu ham shu Asqar Dunyoni qalamini emas, ideyasi ham shuniki, she'r ham o'zining Asqar Dunyoniki. Endi aranjrovchilar aytsam, Elyar ham bor, Madrim bor, o'zimiz Qazarisda. Drujbadanmi? Nekdanmi? Drujba banda. Banda. Drujbadan shu Elyar ham bor, Madrim bor, shu bilan ishlashamiz. Keyin Urganchda ne bor? Rasul ham bor. Hozir Namoz studiyada o'tiribdilar, Rasul ham.
Rasulan bor. Shu bilan ishlashamiz. Aranjировkalar, syudinalar ham. Klip neler nechik bo'ladi? Syomkalar, klip jarayonlari. Endi hozir Hasanboy bilan ham avvalgi kliplarim Hasanboy bilan ishlayapman. Shu Erkin Ha. Media bilan. Ekin media jamoa. Ha, undan keyin Urganchda Ruslan ogamiz bor. Ruslan u bilan ham ishlash turibman hozir. Oxirgi o'qish ko'zdan shu odam syomka. Ava, voy. Voy. Ava, uni xabaring borku? Bir ya. Shava, Ruslan bekamiz bor. Ava, shu bilan aldık u. Ishqilib Hasanboy bilan ham ishlashamiz, u bilan ham ishlashamiz. Ishqilib yaxshi, ajoyib. Gap topib bo'lmaydi. İşleri zor. Ava, ne Qozog'istonda yillar ham bor, zo'r ishlatib turibdi hozir. Ular dert görmezler. Ava. Keyin Urganchda Rasulan bor. Ular bilan ham endi boshqa studiyalar ham ko'raman endi. Shundan her yerden görüş gerek, izleneceğiz gerek, görüş gerek. Kim ularda başkaça bir Ava. niyabişler ko'z chiqadi. Kalışı mümkün. Endi ko'rsatuvimizni yakunlasak, shu joyida muxlislaringiz va bizlarni kuzatib turgan kuzatuvchilarga biz fikrlaringizni, bir tilaklaringizni aytib o'tsangiz. Muxlislarimiz sog'omon bo'lsinlar, seni muxlislaring ham sog'omon bo'lsin. Şu ne deymiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Yine konsertler berip başladık yine. Şu tinchligimizdan şu prezidentimiz bizlere yine prezidentimiz yoshları qo'llab-quvvatlab turibdilar. Yine men şu Hazarasipimizni hokimiyatini ham shu hokim buam men o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Qo'llab-quvvatlab bizlari shu yoshları qo'llab-quvvatlab shu poddeşga turibdilar yine. Ben şu konserti belgilemen de bargan vaqtdan madaniyatga bardim shunday deb Farxatamiz bor. U kishi ham rahmat aytaman. Tashkilotchilari Farxatamiz Latipov rahmat aytaman shu usta. Hokim buvamiz yana girib shunday degan vaqtida qani bassinlar, harakat etsinlar. Yoshlarni o'zim qo'llab-quvvatlayman yana. Bizlar ham chiqishi kerak. Havo. San'atkorlar. Hokim buvamiz yine bassin, men o'zim turibman yana deb men ming rahmat aytaman shu odamlarga. Avvalambor Xudo Alloh taolo ham qo'llab-quvvatlab tursa, Xudo xolasa inshaalloh. Musofirdagilar ham aytamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, shu do'lib toshib kelsinlar shu yurtini, hamma sog'omon bo'lsinlar. Kelsangizlar yana shular musofirdagilar kelsa to'y beradi yana. To'y uchun yuguradilar yana. Bizlar o'zbek xalqimiz yana to'y uchun yuguradi. To'y deb yuguradi. Uy joy uchun. Havo, uy joy deb yuguradilar. Yaxshi kun deb yuguradilar. Shu yerda ekranda adminlarning nomerlarini qoldiramiz. Xudo xolasa bemalol to'y marosimlari uchun, xizmatlar uchun murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishilgan holda bemalol chiroyli qilib to'y marosimlaringizni o'tkazib beradilar. Xudo xolasa. Esa ne deymiz? Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Like'larni bosib, kommentariyada fikrlar yozib ketasizlar. Salomat bo'ling azizlar. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'laysan. Ishingga rivoj tilayman. Tushib ketsin Xudo xolasa. Yetkazgan vaqtingizdan rozi bo'lasiz. Salomat bo'linglar, rahmat. Kelganingiz uchun rahmat sizlarga.